Qancha? 657 миллион кубометров. Nimaga buncha kam? Скажи, сколько денег поставишь? Вот так. Что ты сюда пришел? Я тебе это государственные деньги спрашиваю, не твои и не мои. O'rtoqlaringiz bor Koreyada, Xitoyda likillab davlat cheklariga borib kelasizlar hammasini. Bizga o'xshab arnasaga bormagansizlar, faqat davlat yurgansizlar. Siz ham kabinetda o'tiribsiz, majlisda o'tirasiz chiroyli bo'lib hammalaring. Aravani tortish bo'yicha hech kim avtoprom dabdala bo'lgan. Qachongacha yurishing mumkin silliq bo'lib? Hammang o'zingga aravani torting deb nima uchun men 3 soat taklif qildim? Ibragimov Normat Sadullayevichni ishdan olish taklif qilaman. O'zneft mahsulotlari rahbari ham Sultanov Baxtiyor Sobirjonov ham ishdan olish. Gazli geologiyasi O'zbekneftgaz geologiyasi. 125 million dollar. Yil yakunigacha shunga javob berasiz. Javob beraman. Hech qanday konvertatsiya so'ramaysiz. Yo'q, Shokoda bo'ladi. Yaxshi. Million dollarni Yil yakuni bo'yicha necha foiz, mana shuncha o'tgan yillari, mayli 20 milliard to'g'risida gapirmaylik, o'tgan yilga bo'lgan investitsiya bo'yicha mana skvajinlarda qancha pul beryapmiz, qancha gaz va neft ko'payadi? 657 million kubometr gaz ko'payadi. Qancha? 657 million kubometr. Nimaga buncha kam? Kelasi yilga Shavkat Miromonovich o'zi 5 milliard ko'paytiramiz. Bu 650 millioningiz hech gap emas. Bu sharmandalik, bu shuncha pul berib, значит, siz umuman tayyorgarlik qilmagansiz neft bo'yicha. Bu bir. Bu gapingiz menga umuman noma'qul. Siz yaxshi ichiga kirmagansiz. Ikkinchi, menga bitta savolga javob bering. Mana Uztransgazning pulini janob Sultanov endi hamma yerini tozalab berdik. Qaysi davlatda Uztransgaz bunday ahvolda? Hech qaysi davlat Shokoda. Xo'sh, siz shu davlatning vakiliksiz, siz bosh vazir o'rinbosari. Siz shu necha yildan beri shu sohani egasisiz. Nimaga shu pulini joyiga qo'ymaysizlar? Nima uchun shu Mahmudovni siz o'zingiz tavsiya qildingiz? Biz qo'ydik, mana u o'g'irlik qildi, bittasi turmada yotdi, Vagapov degan narsa. Undan keyin Mahmudov keldi, hech bola qilmadi. Qani, nima? Qancha siz mana shu tagiga tushib, debitorni qachon joyiga qo'yasiz? Qancha mana hamma bosh vazir o'rinbosariga shu savol. Qancha nidayumkani qo'yasizlar, qancha debitor joyiga qo'yib, menga investitsiya kirgizasizlar. Bo'lmasa menga sizga o'xshagan bosh vazir umuman kerak emas. Смотрели. Сколько денег до конца года у Трансгаза, вот ты как руководитель, только подумай и скажи, поставишь на казну государства, сколько денег возвратишь? Шавкат Иванович, при той системе, которую мы сейчас наладим и отрабатываем в Ташкенте, в Ташкенте. Слушай, я тебе вопрос задаю, ты можешь отвечать? Нет, профессионально. Я понял, что это. Говори, не надо мне твои эти все. Тот мне говорит всякие небылицы, ты мне говоришь. Вы вообще способны работать или нет? Вот это на вопрос. Скажи, сколько денег поставишь? Вот так. Что ты сюда пришел? Я тебе это государственные деньги спрашиваю, не твои и не мои. До конца года, Шавкат Иванович, 90% собираемости мы обеспечим. Алишер Сайдабасович, я тебя очень уважаю. Вот я в милиции, почему вот это, мы поменяли, министр тоже. Вот когда мне говорят проценты, знаешь, это хуянат был. От какого процента 90% ты обеспечишь? От 3 рубля или от 100 миллиардов долларов? И мне говори, зачем ты мне такие вещи говоришь? Что, я с учителя пришел в школу, что ли, сюда? Она Гулам Джайнамович, savolga javob berish. Она не мақтаган rahbaringiz. Тебе не стыдно? Вот, тебе же сказали подготовиться, вы все привыкли на ура-ура пройдет совещание. Не пройдет на ура-ура. Если не можешь управлять, скажи, что я не смогу. Такой балласт попал. Мы же тебе juda keldik. Что ты технар, понимающий человек, пастagi ishni biladi deb Surton neftegazni joy-joyiga qo'ygan odamni olib keldik. А? Я думал, что ты подготовишься. Нефтегаз умуман не готов. Ты совершенно не готов. Вот я тебе объявляю выговор и даю 6 месяцев, чтобы ты с Устрангазом совсем на сегодняшний поставили, всех своих собери, вот этот выговор донеси до всех. Алишер Сайдабасович. Ты понял, да? Есть. Ibragimov Normat Sadullayevichni ishdan olish taklif qilaman. O'rtoq Ibragimovga G'ulomjon degan G'ulom Inomovichga 15 kunda ichida rahbar bo'lib odam topasiz. Tushundingizmi yo'qmi? Ishdan olish. Ortur joyinga. O'zneft mahsulotlari rahbari ham Sultanov Baxtiyor Sobirjonov ham ishdan olish. Va buni o'rniga 15 kun ichida bu odam hamma narsani hisob-kitob qilsa, keyin men o'zim aytaman nima qilish kerak. Hozir buni o'rniga odam topish kerak. Bir tushunakon, hisob-kitobni biladigan odam. Nimaga desangiz, bu odam mana hozir ham hali tushunmayaptiki, davlatga qancha zarar yetkazyapti bu odam. Zarar. Sultanov, tushundingmi? Men senga necha marta aytganman. Sen silliq bo'lib qachongacha yurishing mumkin? Qachongacha yurishing mumkin silliq bo'lib?
Hammang o'zingga aravangni torting deb, nima uchun men 3 soat doklad qildim? Nima tayyorgarlik qilmay keldim? Noinsof. Bo'lsa bo'laman. Nima? Bo'lsa bo'laman chun. Nima xulosa? Xulosa boshqa yerda qilasan. Biz o'zimiz xulosa qilamiz. Tur joyingda. Necha marta sizga aytilgan, ey janob Ro'ziqulov, standarticha kiring. Bir ahmoqni olib kelib o'tkazib qo'ydingiz. Qip-qizil o'g'ri odamni olib kelib o'tkazib qo'ydingiz. Haqiqatan shunaqa Shavkat, mana Yuribdi hali. Pasporti sizda-ya? Men bilaman uni nima qanday qilib joy-joyiga qo'yishligini. Shuning uchun Iminovni ishdan olish taklif va mana shu taklifni 15 kun ichida yangi shu hozirgi zamonni tushungan va soat haligisi bor. Ulug'bek Ubaydullayevga men mana sizga ogohlantirib hayfsan bermoqchiman nima uchun. Mana o'zingiz tasavvur qiling, oldingi kompleks bilan sizning kompleksingizni hajmi qanday kichkina, to'g'rimi? Lekin siz ham bosh vazir o'rinbosarisiz. Siz ham kabinetda o'tiribsiz, majlisda o'tirasiz, chiroyli bo'lib hammalaring. Aravani tortish bo'yicha hech kim avtoprom dabdala bo'lgan. Bironta sohada o'zgarish yo'q. Shuning uchun Ulug'bek Ubaydullayev, siz yosh rahbar bo'lib qolib, bu lavozimni buni qadriga yetmayapsizsak to'g'ri bo'ladi. Qadri degani odamlarni bu juda katta ehtiyoji. Sizning katta sohalaringizda agar avtomobillarni Rossiyaga bo'lmasa Ukrainaga soch kerak, Ukrainaga bo'lmasa kechirasiz, men sizni nima uchun Pokistonga yuboryapman ertaga ham. Borib shu yerni otang yaxshi, onang yaxshi deb mashinani olib borish kerak yerga. To'ldirish kerak. Har bir mashina u ishchi joy, har bir mashina sotilgan valyuta u. Nimaga o'zingizni qiynamaysiz? Sizda hamma vakolat bor. Bironta odamni men ko'rmayman, o'zlaringiz yondirganlaringiz. O'sha bizni transformator butun O'rta Osiyoga sotilardi bir paytlar. Uni hozir mavqeini shunday qilsa bo'ladi. O'rtoqlaringiz bor Koreyada, Xitoyda likkillab davlat cheklariga borib kelasizlar hammasini. Bizga o'xshab arnasaga bormagansizlar, faqat davlat yurgansizlar. Bitta narsa olib kelmaganlarsizlar. Shuning uchun o'sha transformatorni ham tezroq hidoyat degan vallomat faqat byurokratiyani biladi, boshqa hech bo'lani bilmaydi. И получил мое поручение. Я 3 oy qilib chasam. 3 oy chasam yana. Твое счастье, что ты сюда сегодня не пришел. Tushunarli. Вообще seni men bosh vazir o'rinbosariga aytaman, с тобой надо уже прощаться, потому что ты oyog'ing yerdan uzilgan noinsofsan. Ko'rdingizmi? Mana men sizga hamma gapni, qaysi gapda noto'g'ri gap gapirdim. Hamma sohani. Siz kompleks rahbari qaysi sohani uddabron qildingiz? Qaysi yuribsiz o'day? Men bosh vazir bironta sohani pichoq qilayotgan sohani bir namuna qilib ko'rsatolmayman. Men qiynagan odamni juda yaxshi bilaman. O'zini qiynab bo'lmasa, men u odamni qo'lda ko'tarib yurishga roziman. Tomoshabin bo'lib o'tirgan odam bilan men hech qachon ishlamayman. Ana shuni biling. Hammamiz vaziyatni yomon deymiz. Faqat yomon deyishga bilasiz. Yomon bo'yicha kim yaxshi qilish kerak? Kim yaxshi qiladi? Sizlar yaxshi qilishlari kerak, men yaxshi qilishim kerak. Shuning uchun men bugun yiqqanim mana sizlarga salgina mana shu nima deydi, dunyo qarashlaringni o'zgartirish emas, umuman nima uchun shunday 32 millionda shunday 3-4 ta bosh vazir o'rinbosarlari bor? Nima uchun? Aravani tortish uchun, kabinetda o'tirish uchun emas, balandparvoz raport berish uchun emas. Men birontalaringiz spravkalaringga o'xsham yiroqdaman. Kerak bo'lsa o'zim o'rganib olaman joyiga borib. Menga natija kerak. Pirovard maqsad kerak, odamlar rozi bo'lish kerak.